Assalomu alaykum. Men vrach endokrinolog Istora Xatjonova. Bir necha yillik tajribaga ega bo'lgan vrach endokrinologman va Chexiyada Pani doktorka Ester nomi bilan taralgan, aynan ayollik gormonlari bo'yicha ko'p ma'lumotlarga ega bo'lgan insonman. Ya'ni bu sizlar bilan bugun gaplashmoqchi bo'lgan gapimga juda ham bog'liq. Nimaga desanglar, bugun ayollarda tuxumdonlarda kistalarning paydo bo'lishi haqida ma'lumot bermoqchiman. Demak, bugun sizlar bilan gaplashmoqchi bo'lgan gapim bu tuxumdonlardagi kistalar. Tuxumdonlardagi kistalarning paydo bo'lishi avvalo gormonal buzilishlarning birinchi boshlanish belgisi hisoblanadi. Bu sizlarga signal, ya'ni ayrim paytlarda ayollarda o'zi boshidan ham paydo bo'ladi bunaqa kistalar, lekin so'rilib ketaveradi, o'ziga tushganda aniqlanmaydi. Keyinchalik yana paydo bo'lish boshlaydi, lekin bu aynan gormonal buzilishlarning erta belgilaridan biri hisoblanadi. Ya'ni qalqonsimon bezda o'zgarishlar bor bo'lsa, ko'kraklarda kistalar paydo bo'lishi, tuxumdonlarda kistalar paydo bo'lishi juda ham tez uchraydi. Nimagaki qalqonsimon bez o'zining gormonlari bilan spravitsa qila olmaydi deydi bizada, ya'ni o'zining gormonlari bilan to'g'ri taqsimlanish bo'lmaganida va gormonal disbalanslar juda ham ko'p kuzatilganda, ayniqsa ayollarda o'zi ferritin yetishmovchiligi, anemiyalar paydo bo'lgan paytda, yana stresslarga uchragan paytda bu kistalarning kuchayishi kuzatiladi. Ya'ni o'sib, lekin ular hayz paytida ham yo'qolib ketmaydi, so'rilib ketmaydi va bu holatda ko'pinchalik operativ davolanadi va yana qayta paydo bo'laveradi. Bu holatni bartaraf etish uchun avvalo endokrinolog bilan maslahatlashish kerak. Nimagaki ko'pchilik bemorlarimiz birinchi bo'lib ginekologga murojaat qilishadi. Albatta ginekologga murojaat qilishingiz mumkin, lekin avvalo endokrinolog bu bilan maslahatlashib, ya'ni endokrinolog sizlarga o'zingizlarni ketma-ketliginglarni, ya'ni birinchi qalqonsimon bezda muammolar bor bo'lsa uni bartaraf qilib, ko'kraklarda qanaqadir kistalar paydo bo'lsa uni bartaraf qilib va keyinchalik shu kistalarni so'rilishga yetaklovchi yo'l, sizlarga yordam beruvchi yo'l hisoblanadi. Aynan shuni boshlaganinglardan keyin bu sekin astalik bilan keyinchalik surunkali holatga o'tmaydi, ya'ni har doim kista paydo bo'lishiga olib bormaydi. Va ayrim qizlarda bo'lsa, mendan so'rashinglar mumkin, nimaga mana qalqonsimon bezimda normativ holat va ko'kraklarimda kista yo'q, lekin tuxumdonlarda kista. Bu ham bo'lishi mumkin, alohida kasallik sifatida paydo bo'lishi, lekin buni asosida ham, buni ildizida ham gormonal buzilishlar yotadi. Ayrim ayollarda semizlik bilan paydo bo'lgan bo'lsa, ayrim ayollarda ozg'inlik bilan, yetishmovchiliklar bilan paydo bo'ladi. Buni bartaraf etish uchun va turli xil kasalliklarni yana avjlanib ketmasligi, operativ holatlarga yetib bormaslik uchun avvalo organizmda o'zi birinchi belgi qayerdan paydo bo'layotganini, ildiz qayerda ekanligini aniqlab olish kerak. Aniqlanganda ham bu insonga to'la to'kis ketma-ketlikda sxema qilinishi kerak. Juda ham ko'plab savollar, nima qilishim kerak, menga yordam bering, nima siz menga qanaqa maslahat berasiz degan savollar ko'p bo'ladi. Bu narsani men jirafaga o'xshataman, ya'ni jirafada hamma narsani so'raveradi, intilaveradi, informatsiyalarni Telegramda, Instagramlarda qidiradi-yu, lekin doktorga yetib bormaydi. Aynan bitta doktor sizga maslahat berishi kerak va to'g'ri yo'lni tanlab berishi kerak. Va bir xil ayollarni bo'lsa juda ham nima deydi, begemotlarga o'xshataman. Nimagaki doimiy semizlik bilan muammosi bor, lekin kistalar bilan kelishyapti. Bu birinchi semizlik bilan bartaraf etilgandan keyingina yaxshi natija beradi kistalarni ham davolash. Chunki hamma narsa ketma-ketlikda sxema bo'lishi kerak. Siz birinchi do'konga borasiz, pulingiz bo'ladi, pul berasiz, keyingina mahsulot olganingiz kabi insonlarda ham xuddi shu sxema to'g'ri yo'lga qo'yilgan. Ya'ni siz birinchi vrachga borasiz, u siz uchun aynan ketma-ketlik sxemasini tuzadi, davolaydi va shundan keyingina bu narsa bartaraf bo'ladi. Bir xil insonlarni bo'lsa toshbaqalarga o'xshataman. Nimagaki ular sekin harakat qilib to kelgunicha kistalar yana yorilishga ham yetib boradi va oxiri ayanchli holatlarda tuxumdonlarni olib tashlashgacha yoki turli o'zgarishlar, onkologiyalargacha borishi mumkin. Demak, bunaqa hayvonlarga o'xshab emas, insonlarga o'xshab harakat qilishimiz juda ham bizga to'g'ri natijaga olib keladi.
mani kuzatishda davom eting, ko'plab ma'lumotlarga ega bo'lasizlar.